Aka, dadingizni mashhur so'kishlardan biri. Menimi? Ha. Qo'yaveringizlar aytsam hozir. Ha. Bor edi endi. Xafa bo'lish yo'q. Ishonmasangiz bitta telefon qilaymi originalni Ha, ishlashni. mayli. Bizda endi onangni ham girdi. Asli qatnaysiz aka ko'pchilik O'zi gapsi. men Namanganlikman. Namanganliksa, vodiylik bolasiz. Ha, vodiylik bolasi. Qaniganlar kommentariyada Big'illatib qo'yaman demaslik. big'illatib tashlaydi. Nima lekin aytolmayman. Ha, aytavering. Biz ham aytganmiz. Ha, onangni ham ko'ra eshak derdilar. Endi men oddiyrog'ini aytdim, yumshoqrog'ini. Undan zo'rlari ham bor. Tasavvurga boy Ha. o'zlaring. Undan zo'rlarini hamma eshitgan. Doim so'kadiganlar, to'g'ri. Doim Turyo'qal. Turyo'qal ko'zimga ko'rinmaydi jar. Zo'rlashib postga qo'yib yuboramiz aka. Bemalol. Aldashma. Xafa bo'lish yo'q. Ipulosni. Qaniganlar bo'lsa, o'sha rollardagi Tilsimoyev. Nima so'kadi aka? Bizda turadi vohada faqat onangni. So'kmagan. Ha, bu Ayam so'kkan, eshak deb so'kkan. Ashada so'ray. Ayam ko'p. Dada endi ko'p Rossiyaga borganda, uyda kam bo'lgan o'shaning uchun haligi sizlab gaplashilganda, o'shaning uchun dada so'kmay ayam bilan birga bo'lgani uchun doim ayam so'kkan. Ha, eshak, ha, iplos. so'kkan uchun shu darajaga yetib yuribmiz aka. Mollariga shukur. Ha, dadam so'kkanda bundan zo'r bo'larmidi. Ayam so'kishi bilan shunchalik. Ergalading qat so'kkanlari o'sha ahmoq bo'lgan. Bor narsa ekan, ha? Aldamagan. O'zimizdan hozir ham aytamiz, hali pikka chiqib, hali asab mingda turganda ham o'zim bosib ahmoq deb qolaman. Ahmoq, ha. Bir qilagan beqizonchilar javob bor narsa ekanda. Dadam so'kkanda shuncha. Hamma eslagan, ha. Bilaman uni. Mujichani menga eng mashhur so'kishi dadamni bor yo'qali o'zing bilasan. Ha, bor. Bor yo'qali. Chunki dadam uyning ichida maksimalli so'kinmas ekan. So'kinadi-yu, uyning ichida so'kinmas. Yaxshi bola ekansiz aka.